Endi shu va boshqa xabarlar haqida batafsil. Anomal issiq havo kuzatilayotgan ayni kunlarda aholi uchun qulaylik yaratish, chang miqdorini kamaytirish va shahar mikroiqlimini yaxshilash maqsadida viloyatimizda zarur chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, obodonlashtirish boshqarmasi, yo'l ko'kalamzorlashtirish unitar korxonasi hamda viloyat ekologiya bosh boshqarmasi hamkorligida olib borilayotgan tadbirlar xususida muxbirimiz so'z yuritadi. Ekologik muvozanatning buzilishi bugun dunyo miqyosida ob-havo barqarorligini o'zgarishiga sabab bo'lmoqda. Xususan, ayni kunlarda yuzaga kelgan anomal issiq sharoitida viloyatimiz miqyosida yuqori haroratni salbiy ta'sirini yumshatish, chang miqdorini kamaytirish, havo sifatini yaxshilash maqsadida soha mutaxassislari hamkorligida ko'chalar, daraxtlar va yashil maydonlarga ertalab va kechki paytlarda maxsus texnikalar yordamida muntazam suv sepish ishlari olib borilmoqda. Favvoralarni uzluksiz ishlatilishi ham hududlarda iqlimni mo'tadillashuviga zamin bo'lyapti. Yashil hududlar va daraxtlarni sug'orish orqali ularni saqlab qolish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga alohida e'tibor qaratilyapti. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, obodonlashtirish boshqarmasi, yo'l ko'kalamzorlashtirish unitar korxonasi hamda viloyat ekologiya va iqlim o'zgarishi bosh boshqarmasi hamkorligida olib borilayotgan bu tadbirlar hududlar mikroiqlimini yaxshilashni nazarda tutgan. Shuningdek, Buxoro viloyati ixtisoslashtirilgan Jayron pitomligi hududida pitomlik xodimlari ishtirokida biotexnik tadbir tashkil etildi. Anomal issiq havo kuzatilayotganligi munosabati bilan pitomnik hududidagi yovvoyi hayvonlarni suv bilan uzluksiz ta'minlash maqsadida maxsus suv idishlari to'ldirilmoqda. Mazkur tadbir hayvonot dunyosini saqlash, ularni jazirama issiqning salbiy ta'siridan muhofaza qilish hamda pitomlikdagi qulay yashash sharoitlarini ta'minlashga xizmat qiladi. Havo haroratining keskin ko'tarilishi munosabati bilan ekologik holatni yaxshilash hamda yashil hududlarni saqlab qolish maqsadida qator tadbirlar davom ettirilmoqda.